أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد. Hop, hurmatli tolibi ilm birodarlar, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida Kitobus Solada va bu Sifatis Solada davom etar ekanmiz. O'tgan galgi darsimizda birinchi rakatni tugatib, ikkinchi rakatga turdik. Va ikkinchi rakatda nima dedik? Istiftoh duosi yo'q, ta'avvuz yo'q ekanligini va qo'llar ham nima ko'tarilmasligini bayon qilib o'tdilar musannif rahimahulloh va davomida aytdilarki: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية. Ya'ni nima qildi? Qiroatlarni qildi, Zam surani o'qidi, rukuga bordi, rukudan turdi, sajdaga bordi. فإذا رفع رأسه qachonki ko'tarsa boshini min as-sajdati thaniya min ar-rak'ati thaniya ikkinchi rakatni ikkinchi sajdasidan boshini ko'tarsa iftarasha rijlahu al-yusra chap oyog'ini to'shaydi va jalasa alayha o'sha chap oyog'ini ya'ni qadamni orqasiga nima qiladi? O'tiradi. Va nasaba al-yumna o'ng oyog'ini esa nasban tom tikkalaydi. Tushunarlimi? O'ng oyog'ini nima qiladi? Tamomiyla nima qiladi? Tikkalaydi. Hali bizada ba'zilar o'tiradigandagi o'ng oyog'ini faqat ikki barmog'i bunday ilinib tursa emas. Tom holatda nima qiladi? Tikkalaydi. Tushunarlimi? Shu darajadaki wajjaha asobi'ahu nahwal qibla. Barmoqlari nima qiladi? Qiblaga qarab turadi. Tushunarlimi? Bizada ko'pincha o'tiriladigan holat qanaqa bo'ladi? O'sha o'ng oyog'i sal yonboshroqga ketgan holatda bir ikkita barmoq yo bitta bosh barmoq yoki yonida barmoq sal bunday ilinib turadi bukilgan holatda. Yo'q, unaqa emas. Tamomiyla nima qiladi? Tikkalaydi, barmoqlar nima qiladi? Qiblaga qarab turish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni tashahhuddagi o'tirishlari nima? Shu shaklda bo'lgan. Tushunarlimi? Xo'p, Imom Malikka xilof o'laroq Imom Malik tashahhudda tavarruk holatida o'tiradi deyiladi. Tushunarlimi? Tavarruk holati qanday bo'ladi? O'sha o'tgan darsimizda ham aytdik adashmasam, chap dumbaga o'tirib, chap oyoqni nima qiladi? O'ng sonni ostidan, o'ng oyoqni sonini ostidan chiqarib turadi. Shu tavarruk holati deyiladi. Mana shunday o'tiradi. Tushunarlimi? Imom Malikda. Va Imom Shofi'iyga xilof o'laroq Imom Shofi'iy birinchi qa'dada bizadaka, ikkinchi qa'dada esa tavarruk holatida nima qiladilar? O'tiradilar. Tushunarlimi? Ular mazhabda shu ikkaloviga nima xilof o'laroq. Bizda ikkala holatda ham nima? Shu holatda, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qa'dalardagi nima qiladi? Qa'dada o'tiriladi, o'ng oyoq tamomiyla tikkalanadi, chap oyog'ini nima qadam to'shalib, qadami ostiga nima qilinadi? O'tiriladi. Tushunarlimi? Ikki sajdani orasida ham xuddi shu holatda o'tiradi. Tushunarlimi? Ikki sajda orasida ham shu holatda o'tiriladi, chunki namozda biz bilgan o'tirish faqat shu. Tushunarlimi? Uzr yo'q bo'lganda namozda yagona o'tirilish shakli shu shakli. Tushunarlimi? Hop, ayol kishi esa tavarruk holatda o'tiradi. Tushunarlimi? Ayol kishi tavarruk holatda o'tiradi, ya'ni chap dumbaziga o'tiradi. Chap oyog'ini o'ng oyog'ini sonini ostidan chiqarib turadi va o'ng sonini chap sonini ustiga qo'yib turadi. Tushunarlimi? Ya'ni iloji boricha nima jipslashib o'tiradi. Tushunarlimi? Hop, va wada'a yadayhi ala fakhidayhi ikki qo'lini ikki sonini ustiga qo'yadi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatda nima deganlar? Shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tashahhudga o'tirganlarda o'ng qo'llarini o'ng sonni ustiga, chap qo'llarini chap sonni ustiga qo'ydilar deb aytgan. Tushunarlimi? Shu holatda o'tiradi va basata asobi'ahu barmoqlarini nima qiladi? Yoyadi.
Tushunarlimi? Barmoqlarni yig'ishtirib olmaydi, yoyadi. Tushunarlimi? Va nima qiladi? Barmoqlarni uchi qiblaga qarab turadi. Tushunarlimi? Barmoqlarni uchi nima qiladi? Qiblaga qarab turadi. Va tashahhada, keyin nima qiladi? Tashahhud duosini o'qiydi. Tushunarlimi? Tashahhud duosini o'qiydi. Endi bu qoida bu qoida agar 4 rakatli namoz bo'lsa, bu vojib. Tushunarlimi? Bu qoida 4 rakatli namoz bo'lsa vojib. Agar 2 rakatli namoz bo'lsa, bu qoidamiz farz bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki farzlarni zikr qilganda biz aytdikki, oxirgi qoida nima dedik? Farz deb aytib o'tdik. Oxirgi qoida. Agar namozda 2 ta qoida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 3 rakatli yoki 4 rakatli namoz bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagi qoida nima hisoblanadi? Vojib hisoblanadi. Tushunarlimi? Agar qasddan tark qiladigan bo'lsa, makruh tahrimiy bo'ladi. Agar unutib qo'yib tark qiladigan bo'lsa, sajda-i sahv nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Bu qoidadagi tashahhud ham nima hisoblanadi? Vojib hisoblanadi. Tushunarlimi? Tashahhudni o'qish ham nima? Vojib. Bizni mazhabimizda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni tashahhudi qabul qilingan. Tushunarlimi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni tashahhudi qabul qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam alaykum bi tashahhudi ibn ummi abd ibn ummi abdni tashahhudini lozim tutinglar deganlar. Ibn ummi abd bu Abdulloh ibn Mas'udning laqablari. Tushunarlimi? Shunday bir rivoyat kelgan. Boshqa bir hadisda esa Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh alayhi vasallam meni qo'limdan tutdilarda, xuddi Qur'ondan bir sura o'rgatgandek menga nima tashahhudni o'qidilar va qul mana bunday degin deb o'sha biz bilgan at-tahiyyatu lillahi va salavatu va toyyibat deb aniq qilinadi. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Hop, mana bu yerda nima deyapti? Mana o'sha va tashahhud an yaqul. Mana bunday deyishligidir. At-tahiyyatu lillah. Ibodatlar nima? Allohgadir. Va salavatu va namozlar va toyyibat va pokiza moldan qilingan ihsonlar. Bularning bari nima? Allohgadir. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Salom bo'lsin sizga ey payg'ambar, Allohning marhamati va barakoti bo'lsin. Assalomu alayna, salom bo'lsin bizlarga va ala ibadillahis solihin va Allohning solih qullariga. Solih deb dinda kimga aytiladi? Ham bo'ynidagi ham bandalarning huquqlarini, ham Allohning haqlarini nima bajo keltirgan odamni solih deyiladi. Tushunarlimi? Ana shunday Allohning solih bandalariga ham salom bo'lsin. Ashhadu an la ilaha illalloh, guvohlik beramanki Allohdan o'zga iloh yo'q va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Va guvohlik beramanki Muhammad Allohning bandasi va rasulidir. Tushunarlimi? Endi bu dialog Me'roj kechasida Alloh taolo bilan payg'ambarimiz orasida bo'lgan dialog. Tushunarlimi? Faqat buni aytayotganda xuddi aytib berayotgandek emas, o'sha gaplarni o'zidan kelib chiqqan holatda aytadi. Tushunarlimi? Shu ma'nolarni qasd qilib men aytmoqman degan holatda aytiladi. Tushunarlimi? Xuddi o'sha bo'lgan narsani aytib berayotgandek emas, qissani hikoya qilayotgandek aytmaydi. Tushunarlimi? O'zidan kelib chiqib aytadi. O'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Me'rojga yuksalganlarda nima deganlar? At-tahiyyatu lillah deb aytganlar. Salomlar, ibodatlar bo'lsin, hammasi Allohnikidir. Solih namozlarimiz ham, pok amallarimiz ham, pokiza ibodatlarimiz, pokiza ihsonlarimiz ham deganda Alloh taolo assalomu alayka ayyuhan nabiy deb aytganlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yerda ummatlariga bo'lgan marhamatlari yana bir batta nima ko'rinib nima deganlar? Assalomu alayna. Salom faqat menga emas, nima? Salamu alayna bizlarga bo'lsin, ya'ni mu'minlarga bo'lsin va ala ibadillahi solihin va Allohning barcha nima solih bandalariga deb aytganlar. Buni bitta quyi osmonda turgan Jabroil alayhisalom nima deganlar? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deb aytganlar. Tushunarlimi? Mana shu narsani inson nima qiladi? Namoz o'qiyotganda xuddi o'zidan kelib chiqqandek aytadi. Tushunarlimi? Xo'p, endi yana bitta narsa tashahhud lafziga yetib kelganda ishora qiladimi? Tashahhudga yetib kelganda ishora qiladimi? Zohir rivoyada qilmaydi deb kelgan. Tushunarlimi? Zohir rivoyada qilmaydi deb kelgan.
Lekin Imom Abu Yusufdan Amoliyda zikr qilinadi, ishora qiladi degan narsa. Tushunarlimi? Imom Abu Yusufni Amoliylar bo'lgan. Imom G'azziy aytadilarki, G'azzada deydilar, u Amoliylarni ko'rdim deydilar. 900 mujallad edi deydilar. Tushunarlimi? 900 jilddan iborat bir kitob edi deydilar. O'sha yerda zikr kelgan. Tushunarlimi? Va mutaaxir ulamolardan ham nima deb keladi? Sahih rivoyatlar sababli ular bu narsani nima degan ishora sabbobani qilish sunnati muakkada deb aytishgan. Tushunarlimi? Imom Mulla Ali al-Qoriyni alohida risolalari bor ishora sabboba haqida. O'sha risolalarida ishora sabboba qilishni Imom Kaydoniy nima deganlar? Makruh deganlar. Mulla Ali al-Qoriy aytadilarki, agar deydilar shu Imom Kaydoniyni nazdimizda hurmati bo'lmaganda edi, sunnati muakkada bo'lgan amalni makruh degan uchun u kofir deb hukm qilgan bo'lar edik deganlar. Tushunarlimi? Sunnati muakkada darajasidagi bir amal bu. Tushunarlimi? Imom Alloma Ibn Obidinni alohida bir risolalari ham bor. رفع التردد عن إشارة عن إشارة بالسبب في التشهد degan risolalari. Tashahhudda ishora qilishdan nima insonlarni ko'ngligida taraddudni nima ketkazish degan ma'noda bir risola yozganlar. Uni ketidan yana bitta risola yozganlar. Xullas ikki risoladan xulosa shundaki, Hanafiy mazhabda 3 xil nima bor? 3 xil rivoyat bor bu xususda. Birinchisi tashahhudda qo'llar yoyilgan holatda qolaveradi. Tushunarlimi? Qo'llar yoyilgan holatda qolaveradi. Yana bitta holat, qo'llar yoyilgan holatda tashahhud kelganda ashhadu an la ilaha inkor paytida ko'taradi. Isbot qilayotganda illalloh deganda esa nima qiladi? Tushiradi. Bu yana bitta rivoyat. Tushunarlimi? Va oxirgi rivoyat bu anaqada ham Imom Muslimda ham rivoyatda keladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, shu tashahhudga o'tirganlarda o'ng qo'llarini o'ng sonlarini ustiga, chap qo'llarini chap sonlarini ustiga qo'ydilar va tashahhudga yetib kelganlarda 53 ishora qildilar deydi. Tushunarlimi? 53 ishorasi qanaqa bo'ladi? Arablar barmoqlarni o'zi bilan 100 gacha ishora qila olishgan. Tushunarlimi? Barmoqni o'zida har xil shakllarga keltirgan holatda nima to 100 gacha sanay bilishgan. Tushuninglarmi? Ana o'shalardan biri ular nima qilishgan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ishora shakllarini bildirish uchun nima deganlar? 53 ishora qildilar. 53 ishorasi qanaqa bo'ladi? Jimjiloq bilan nomsiz barmoq yoki uzvu barmoqni bukadi. Tushunarlimi? O'rta barmoq bilan bosh barmoqni halqa qiladi va nima bilan ko'rsatkich barmoq bilan nima qiladi? Ishora qiladi. Tushunarlimi? Shunda ashhadu an la deganda shu holatga keltiradi. Tushunarlimi? Ashhadu an la deganda bu ikkalasini bukadi, bularni halqa qiladi, bu bilan esa nima qiladi? Ishora qiladi. La deganda ishora qiladi, illalloh deganda tashavoradi, yoyvoradi qo'lini. Tushunarlimi? Mana bu halqa 5, bu yerda esa 3 ta anaqa bor. Mafsil bor. 3, 53 shu bilan bo'ladi. Tushunarlimi? 53 ishora qildilar degan rivoyat kelgan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan. Bundan boshqa hadislar ham bor. Ya'ni shu rivoyatlar sababli nima? Mana shunisi eng nimasi hisoblanadi, eng kuchli rivoyat hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi bizning tarafda yana bitta shakl bor, qilinadigan ashhadu an la ilaha degandan keyin bunday tashab qo'yadi, barmoqni o'zi turadi. Uni topolmadim deganlar, ya'ni ko'rmadim deganlar. Qayerdadir shunaqa aytilgan. Tushunarlimi? Ya'ni yoymasdan barmoqni o'zini tashab qo'yishi ko'rmadim degan. Tushunarlimi? Ular shu nima 3 xil shakl Hazrat rahimahulloh, Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shu masala bizada ko'tarilganda O'zbekistonda aytganlarki, ya'ni qisqasi bu masalada kim ustozi o'rgatgan bo'lsa o'qiladi, qilmaganlarga e'tiroz bildirmaydi. Kim ustozi o'rgatmagan bo'lsa, ya'ni o'zi xolasa qilmaydi, lekin qilganlarga nima qilmaydi? E'tiroz bildirmaydi degan. Tushunarlimi? Nima bo'lganda ham mazhabdagi anaqasi shu Mulla Ali al-Qoriy tahqiq qilgandagi nima? Bu sunnati muakkada kalom bil humom esa
Imom Al-Kamal ibn al-Humam al-Muhaqqiq Hidoyani sharhida Fathul Qodirda aytganlarki, ishora qilmaslik ham rivoyatga, ham diroyatga teskari deganlar. Tushunarlimi? Ishora qilmaslik ham rivoyatga, ham diroyatga nima? Ya'ni ham nazariy jihatdan, ham rivoyat jihatdan nima? U muxolif deb aytganlar. Ya'ni qilinishi kerak deb aytganlar Kamol bin Humam. Tushunarlimi? Shu muhaqqiq hisoblanadi mazhabda. Shu demak, anaqani aytdik, tashahhud lafzini aytdik. Wala yazidu ala hadha fil qoidatil ula. Birinchi qoidada bundan orttirmaydi. Tushunarlimi? Birinchi qoidada bundan orttirmaydi. Ya'ni ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deydi, tugaydi. Bo'ldi, bundan orttirmaydi. Tushunarlimi? Agar kengidan, ya'ni rakat bor bo'lsa, o'shanga nima qiladi? Turib ketadi. Tushunarlimi? Agar oshirib qo'ysa, orttirib qo'ysa, qancha orttirsa sajda sahv vojib bo'ladi degan masalada har xil rivoyat bor. Mazhabda qabul qilingan gap Tanvirul Absorda keladi. Allohumma solli ala Muhammad deb qo'ysa bo'ldi, sajda sahv vojib bo'lgan bo'ladi. Tushunarlimi? Unutib qo'ygan holatda attahiyot tugagandan keyin Allohumma solli ala Muhammad deb to'xtab qolsa bo'ldi. Nima bo'ldi? Sajda sahv vojib bo'ldi. Tushunarlimi? Nimaga? Chunki nima qilish kerak edi? Keyingi rakatga turish kerak edi, uni kechiktirdi. Tushunarlimi? Keyingi rakatga turish kerak edi, uni nima qildi? Kechiktirdi. Kechiktirishi bilan nima bo'ladi? Sajda sahv vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi va yaqra'u fi rak'atayn al-ukhrayayn al-Fatihata xossatan. Keyingi ikki rakatda xossatan nimani o'qiydi? Fatihani o'qiydi. Tushunarlimi? Keyingi ikki rakatda xossatan faqat nimani o'qiydi? Fatihani o'qiydi. Tushunarlimi? Bu endi afzalini bayon qilyaptilar. Tushunarlimi? Afzalini bayon qilyaptilar. Abu Qotada radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda u kishi aytganlarki, Nabiy alayhisolatu vasallam peshinda Fotiha, birinchi ikki rakatda Fotiha va bir sura o'qidilar, keyingi ikki rakatda esa faqatgina Fotihani o'qidilar deb aytadilar. Tushunarlimi? Imom Abu Qatada, Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Qatada radhiyallohu anhudan Imom Buxoriy qilgan rivoyatda shunaqa deganlar. Peshinda imom bo'ldilar, birinchi ikki rakatda Fotiha va bir surani o'qidilar, keyingi ikki rakatda esa faqat nimani o'qidilar? Fotihani o'qidilar deydilar. Afzali shu o'qishligi. Tushunarlimi? Toki biron bir rakat nimadan, qiroatdan xoli bo'lmasin. Tushunarlimi? Ammo agar sukut saqlasa yoki faqatgina tasbih etadigan bo'lsa, 3 marta joiz. Tushunarlimi? Ali radhiyallohu anhudan va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan rivoyatda Imom Zaylai Nasbur Royada keltirganlar. Aytadilarki, keyingi ikki rakatda ixtiyorlidir. Agar xohlasa qiroat qilsin, agar xohlasa tasbih aytsin, agar xohlasa sukut saqlasin deb aytishgan. Tushunarlimi? Keyingi ikki rakatda. Tushunarlimi? Afzali esa nima ekan? Fotihani o'qishlik. Tushunarlimi? Ammo Fotihadan ortig'ini o'qimaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Ana endi keyingi ikki rakatda faqat Fotiha o'qib, ruku sajdalarni qilib, fa iza jalasa fi axiris solat. Namozni oxirida o'tiradigan bo'lsa, bu jalsa nima hisoblanadi? Bu qoida farz. Bu qoida nima? Farz, oxirgi qoida farz. Va bu yerda jalasa kama fil ula. Birinchida qay shaklda o'tirgan bo'lsa, ya'ni chap oyog'ini to'shab ustiga o'tirib, o'ng oyog'ini tikkalagan bo'lsa, xuddi shunaqa nima qiladi? O'tiradi. Tushunarlimi? Birinchi qoidada qanday o'tirgan bo'lsa, xuddi o'shanday o'tiradi. Va tashahhada, yana tashahhudni o'qiydi. Bu ham vojib. Birinchisi ham vojib, bunisi ham vojib. Tark qiladigan bo'lsa, sajda sahv vojib bo'ladi. Va salla ala nabiy sallallohu alayhi va sallam. Va payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomga nima qiladi? Salovat o'qiydi. Tushunarlimi? Salovati ibrohimiyya. Tushunarlimi? Salovati nimani? Ibrohimiyani o'qiydi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad kama sollayta ala sayyidina Ibrohim va ala ali sayyidina Ibrohim innaka Hamidum Majid. Keyin barik ketadi. Xuddi shu shaklda. Tushunarlimi? Alloma Ibn Abidin rahimahulloh hoshiyada tahqiq qilganlari shuki, sayyid kalimasini qo'shiladi.
Tushunarlimi? Ayni odob deganlar. Tushunarlimi? Sayyid kalimasini qo'shish, ya'ni sayyidina Muhammad deb aytish, Allohumma solli ala Muhammad emas. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb aytish bu ayni odob deb aytganlar. Tushunarlimi? Shu. Endi namozga kech qolib kelgan odam salovatni o'qiydimi? Salovatni o'qiydimi desa, Imom Saraxsiy Mabsutda ham o'qiydi deb aytganlar. Tushunarlimi? Imom Saraxsiy Mabsutda o'qiydi deb aytganlar, lekin Imom Qodiyxon fatvolarida yo'q, tashahhudni o'qib kutib o'tiradi deganlar. Tushunarlimi? Kech qolib kelgan odam oxirgi rakatda imomga muvofiq bo'lishlik ma'nosidagina nima qiladi? O'tiradi. Tushunarlimi? Imomga muvofiq bo'lishlik ma'nosidagina o'tiradi va faqatgina nimani o'qiydi? Tashahhudni o'qiydi, u yog'iga sukut saqlab o'tiradi. Tushunarlimi? Salovatlarni o'qimaydi. Tushuninglar? Ana endi salovatlarni aytib bo'lgandan keyin da'a bima sha'a bima yushbihu alfazal Qur'an. Duo qiladi bima sha'a xohlagan narsasini, ammo u xohlagan narsa nima bo'lishi kerak? Bima yushbihu alfazal Qur'an. Qur'on lafzlariga o'xshash xohlagan narsa bilan. Ya'ni Qur'on bilan duo qiladi. Tushunarlimi? Qur'onda kelgan duolar. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Yoki Robbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yun kabi duo Qur'onda kelgan duolar bilan val ad'iyatil ma'thura yoki asar, ya'ni rivoyatlarda, hadislarda kelgan duolar bilan qiladi. Tushunarlimi? Val ad'iyatil ma'thura yoki asarlarda, ya'ni rivoyatlarda kelgan duolar bilan. Nabiy alayhisolatu vasallam Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam va min azabil qabr kabi duo qilganlar. Yoki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning huzurlariga kelib Rasulullohdan yo Rasululloh menga bir duo o'rgating, namozimda o'shani duo qilay deganda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom aytganlarki, shunday deyin: Allohumma inni zalamtu nafsi zulman kathira va la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim deb duo qilgin deb o'rgatganlar. Tushunarlimi? Mana shu ikkalasi bilan duo qilishligida hech qanaqa nima yo'q, e'tiroz yo'q. Tushunarlimi? Shu ikkalasida kelgan lafzlar bilan duo qiladigan bo'lsa, namoziga bir zarar kelishligini hech qanday nimasi yo'q, ehtimoli yo'q. Tushunarlimi? Va la yad'u bima yushbihu kalaman nas. Insonlarni kalomiga o'xshash narsalar bilan nima qilmaydi? Duo qilmaydi. Tushunarlimi? Insonlarni kalomiga o'xshash narsalar bilan nima qilmaydi? Duo qilmaydi. Namozi nima bo'lmasligi uchun, buzilib qolmasligi uchun. Chunki Nabiy alayhisolatu vasallam in hadihi sola la yaslihu fiha shay'un min kalamin nas deb aytganlar. Tushunarlimi? Bizni bu namozimizda insonlarni kalomdan biron narsa yaramaydi deb aytganlar. Tushunarlimi? Bizni bu namozimizda insonlarni kalomdan hech narsa yaramaydi. O'shaning uchun insonlarni gapiga o'xshash narsalar bilan nima qilmaydi? Duo qilmaydi. Tushunarlimi? Endi u qanaqa bo'ladi u narsa deganda ulamolar gapi bu masalada har xil chiqqan. Oxirgi anaqa shuki, masalaning xulosasi shuki, insonlardan so'rashlik aqlan imkonsiz bo'lmagan narsalarni duo qiladigan bo'lsa, namozi nima bo'ladi? Buziladi. Tushunarlimi? Insonlardan so'rashlik aqlan imkonsiz bo'lmagan narsalarni so'raydigan bo'lsa, duo qilib namozida. Namoz nima bo'ladi? Buziladi. Tushunarlimi? Namoz nima bo'ladi? Buziladi. Ya'ni buziladi degani qanaqa? Bu masalada anaqa bor, biroz tafsilot bor. Namozni oxirida bo'lganligi uchun, hamma farzlarni bajarib bo'lganligi uchun unga faqatgina nima qoldi? Faqatgina salom berish qoldi xolos. O'shaning uchun agar insonlarni anaqasi bilan, insonlardan so'raladigan narsa bilan duo qiladigan bo'lsa, namozi tamom bo'lgan bo'ladi. Ammo makruh tahrimiy bilan. Tushunarlimi? Salomni tashab ketgani uchun nima bo'ladi? Makruh tahrimiy bilan namozi tugallagan bo'ladi. Tushunarlimi? Ya'ni bu namozni nima qilish kerak? Boshqatdan o'qib qo'yish kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Endi insonlardan aqlan so'rash imkonsiz bo'lmagan narsalar nima? Misol uchun, ey Xudo palonchiga uylanay, ey Xudo menga 100 so'm pul ber kabi narsalar. Tushunarlimi? Chunki imkonsiz narsa emas-da. Palonchini adasiga borasan, o'zing dadangga borib 100 so'm so'raysan.
Tushunarlimi? Insonlardan so'rash imkonsiz bo'lmagan narsalar bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bo'lmagan narsalar nima? Namozni nima qiladi? Buzadi. Tushundinglarmi? Ana duolarni qilib bo'lgandan keyin summa yusallimu, keyin salom beradi an yaminihi, o'ng tarafidan. Unutib chap tarafga berib qo'ysa, nima o'ng tarafga keyin chapdan keyin o'ngga beradi. Chap tarafga qaytarib o'tirmaydi. Tushunarlimi? Fayaqul nima deydi? Assalomu alaykum va rahmatulloh deb aytadi. Tushunarlimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barakatuhni aytmaydi. Tushunarlimi? Muhitul Burhoniyda aytganlarki, barakatuhni qo'shmaydi degan. Assalomu alaykum va rahmatulloh bilan kifoyalanadi. Tushunarlimi? Endi salom berganda nima qiladi? O'ng tarafdagi odamlarni, farishtalarni niyat qiladi. Tushunarlimi? O'ng tarafdagi odamlar va nima hafazalarni niyat qiladi. Tushunarlimi? Xuddi shunday chap tarafga salom berganda ham nima qiladi? Chap tarafdagi insonlarni va nima farishtalarni niyat qiladi. Tushunarlimi? Agar imomni ortida namoz o'qiyotgan bo'lsa, imom qaysi tarafda bo'ladigan bo'lsa, o'sha tarafda imomni niyat qiladi. Ya'ni agar imom uni o'ngida bo'lsa, o'ng tarafga qaraganda imomni ham niyat qiladi. Agar imomni chapida turgan, imom uni chapida turgan bo'lsa, chap tarafga qaraganda nima qiladi? Imomni ham niyat qiladi. Tushunarlimi? Agar imomni tom orqasida o'tirgan bo'lsa, buni savobi ham ulug'. Tushunarlimi? Savobi ham ulug' bu narsani. Imomni tom orqasida o'tirgan bo'lsa, har ikki tarafga qaraganda nima qiladi? Imomni niyat qiladi. Tushunarlimi? Imom Abu Hanifa bilan Imom Muhammaddan bo'lgan rivoyatga ko'ra. Imom Abu Yusuf bir marta niyat qilsa yetadi deganlar. Tushunarlimi? Lekin mazhabda olingan gap, ya'ni ikki tarafda ham nima qiladi? Tom orqasida o'tirgan bo'lsa, ikki tarafda ham imomni niyat qiladi. Tushunarlimi? Xo'p, endi orqada ergashgan muqtadi qachon salom beradi desa, imom o'ng tarafga salom bergandan keyin u nima qiladi? Salom beradi deb aytiladi. Tushunarlimi? Alloma Qosim ibn Qutluboha o'zlarining tashihlarida bu masalada nima deganlar? Imom Abu Hanifadan ikki xil rivoyat kelgan deydilar. Bittasida birga, bittasida keyin degan. Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadlardan bitta rivoyat kelgan, imomdan keyin degan. Bu masalada Imom Abu Ja'far al-Hindivoniy aytganlarki, al-Muxtor deganlar, ya'ni tanlangan rivoyat shuki, imom o'ng tarafga salom bergandan keyin bular salom beradi, u chap tarafga salom berib bo'lgandan keyin nima qilishadi? Chap tarafga salom berishadi deb aytgan. Tushunarlimi? Shu bilan nima bo'ldi? Namoz va an yasarihi mithla zalik, chap tarafdan xuddi shunaqa dedi. Shu bilan namozimiz tugadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.